hayot ulkan bir daraxt misoli. Uni tomiri esa ota-ona hisoblanadi. Daraxt har qancha katta bo'lmasin, agar tomiri kesilsa tamom. U ortiq ko'karmaydi, qurib bitadi. Ota o'z farzandini quvonchi, kamoli uchun topganini sarf qiladi-yu, nega o'sha farzandga padarini ko'zlaridan nur ketgan chog'da unga suyanchiq bo'lish og'irlik qilarkan? Nimaga ota bolasini ilk qadam tashlashiga ko'mak beradi-yu, ammo belidan quvvati ketganda nima uchun farzandiga emas, hassaga tayanadi?